Salom do'stlar, Diyorbek YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Granny 3 o'yinini o'ynab mazal olishga harakat qilamiz do'stlar. Qanunda biz o'yinimizni boshladik. Albatta videoni boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Videomiz boshlandi. Xo'p, hozirda videoni boshlashdan oldin qafasdan chiqib olamiz. Ketdik. Xo'p, o'tgan safargi videomizda metrodan qochganda ekanlar. Xudo xolasa bu videomizda eshikdan sug'uramiz. Xo'p. Menimcha yo'qotdi akalar. Eshikdan surish uchun akalar qafasini o'zidan ochdi. Eshikdan surish uchun ko'prikni tushirishimiz kerak, boltni topishimiz kerak hamda tokni o'qishimiz kerak. Xo'p, qani bo'lmasam ketdi akalar. Ketdik. Xo'p. Aka qopqon qo'yibdi akalar, sekin o'tamiz. To'la shetda ekan. Xo'la. Shopto'la istasam shu podoldan chiqarmaydi bir kelsa bu xola ham. Turibdi aka. Sekinchicha qaytib ketmoqsan akalar. Chicha turib turaylar, qaytib ketsin. Loy. Chiqarmaydi bo'lmasam. Balchiq. Menimcha ketdi akalar. Qani ketdik. Xo'p. Aha. Ketdi. Xo'p. Shop to'la. Yur. Xola. Balchiq. Loy. To'xtagan yo'q endi. To'la. Voy. Taxta ham kerak bo'ladi. Loy akalar nima bu yurmayapti? Mana shu yerda turaylik. Hoppa, to'xtadi. Qopqon qo'ydi akalar. Chiqib ketyapti. Hop. Menimcha ketdi akalar. Yuramiz endi. Loy. Bir amallab ko'chaga chiqib olishimiz kerak akalar. Do'stlar, amallab qochib zo'rg'a chiqib oldim ko'chaga. Loy kevolur deb. Loyda xolayam. Padvalga ishonmaysizlar, to'ldirib yubordi qopqonni. Shop to'la. O'tan. Nimadan chiqaylik akalar? Liftdan o'zinglar loyda kevolur. Zinadan chiqsa. Bu tomon ikkinchi qavat. Hoppa. Mayda ayaqcha bor ekan akalar. Lift tushiramiz.
Slenderinden xonasiga olib chiqishimiz kerak. Ketdik aka. Ketdik. Yaxshi. Chiqib ketdik. Hoppa, mana Slenderinden xonasi aka. Hop. Tashlaymiz. Ana. Hop, endi bizga kalit berish kerak. Bu safar akalar metro narsasini umuman qidirmaymiz. Chunki biz eshikdan qochib ketamiz bu safar. Ketdik akalar, bu pastga tushib qo'yib. To'g'ri ketyapti. To'g'ri pastga tushib ketdi. Aytmasam metron kaliti bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi. Metron kaliti ekan akalar. Yugurtni topishimiz kerak. Makkan qo'qon qo'yibdi. Yugurtni qayt. Sho'xtor. Yonimizda tomnaska ekan akalar. Ha, balchiq. Halloy. Ikkinchi kun endi akalar. Tezroq gugurtni topishimiz kerak akalar. Gugurtni topib, qarani haydab, omborxonaga kaltini olishimiz kerak. Opa, topdik. Uxlagan kirib ketdi menimcha. Uxlab to'g'ri. Yey! Ha, xola qaytda bo'lsa o'sha yerdan chiqadi, xola ham. Yana xola bizni urdi. Balchiq. 3-chi kun endi akalar, loy. Arbalet kaltini ham topishimiz kerak akalar. Xola endi qaytdi ekan. Sho'x to'lib. Hop. Endi tog'a kelyapti. Bekdan chiqib ketaylik. Ikkinchi qavatga chiqishimiz kerak akalar. Gugurt mana akalar. Aka qarab qo'ydi yana. Tomga chiqayotganimizda loyda grenni chiqib qolmasin. Yugurdi tez. Loy, hozir yana keladi ana. Hop. Qarg'a ketibdi akalar. Opa, omborxonaga keldi. Yaxshi, yoniga tushdi. Ketdik akalar pastga. Endi arbalet kaltini qidirishimiz kerak. O'ldi deb o'ylabman akalar, u yoqlab tushgan ekan. Bu latta yoqlab cho'rib ketadi. Shuning uchun hushyor bo'lishimiz kerak akalar.
Maydan toshlar olib qo'yishimiz kerak. Chunki arbalet olganimizdan keyin toshlar topish qiyin bo'ladi. Hattoki mashinaning orqasi ham qolmaydi akalar. Topish kerak ular arbaletga altın akalar. Hop akalar yaxshi topdik. Katta akalar endi tug'ani xonasiga chiqishimiz kerak. Xolam nariyoqqa ketdi. Lo endi nima qilamiz akalar? Tog'i uxlayapti. Xolaylar ham yuribdi. Tog'ni oldidan qanot chiqib ketamiz arbaletda. Boya o'tinni maydan olib yana bu narsa chiqib qolmasmi? Tog'i ham shuna payt uxlaydi o'zi akalar. Aynen. Aynen yürü. Yürü. Otolara yürü. Oh. Yomon chiqib qolibdi-yu akalar bu. Ketdi to'g'ri ketgan. Ko'rdi. Granny ham ko'rdi. Keldi akalar. Divan tagiga qaramasa, yo qararmikan? Ikkalasini ham shipoqlatib o'rish kerak akalar o'zi. Och. Akalar otish ulgurmay qoldim. Shoptoli kirib qoldi. Menimcha yana uxlab olsa kerak akalar. 4-kuni akalar loy. O'zi mana betlari ham qon bo'lib ketibdi akalar buni. 4 kundan beri kalda yeyapmiz-da akalar. Hop, arbalet olib tezroq ikkalasini ham shifoq qilib. Hop. Ko'rdi mana, ko'rdi. Shop to'la. Yuring xola. Yuring, uğraşmasa o'ynab kelamiz. Yuring. Mana qarang, tozaxona yulduzlar qarang. Yuring xola, yuring. Kelyapsizmi? Yaxshi kelavering. O'zimni xoligina. Arbaletda olavering. Keyin gaplashamiz siz bilan. Bo'pti xola, keyin gaplashamiz bo'lmasa. Hali ham uxlayaptimi xola, bilmaysizmi? Haliginda kirib chiqdingiz. Turibdi. Qayerdan urib qo'ydi akalar? Gapirdi, qochishga ulgurmay qoldim. Akalar, loymiz yana, loymiz. O'sha oxirgi kun akalar. Вообще bunda ushalmasligimiz kerak akalar. Oxirgi kun bo'ldi. O'lib ketsa loymiz. Buni nima endi eshikdan qocholmaymizmi? Loyga o'xshab. Xola, shekka ham kelasizda. Shekka ham kelasizda xola. Balchiq. Hali ancha ishimiz bor akalar. 5-kun oxirgi kunlarimiz akalar. O'lib ketmaylik, loydek. Voy.
Kelavering. Yoy. Yaxshi. Akalar shatiyanni qo'yamiz. Ulg'aydi. O'zlashga biroz qiynaldimmi? Hop. Shop to'la akalar, o'lib ketmaslikka harakat qilamiz. O'tmaydi. O't. Yaxshi bo'lib turibdi akalar. Ketdi akalar, endi turibga o'qishimiz kerak. O'pasam. Ketdik omborxonaga akalar tezroq. Akalar yomon qo'ydi oxirgi soniyalarda. Mo'ljallatuvdi bizni. Shifoqlatvordik. Qochib ketamiz xudo xolasa akalar. Yarim ishimiz bitdi hisob. To'ktulasak. Hatta adashmasam metroning bunday bor. Ya akalar, ketdi. Ketdi endi bizdan. Yaxshi akalar, to'kni uladik. Aytan to'shib olayam. Shadganda ovozda yana loy bo'lib. Sirazi arbaletda shifoxonga boramiz. To'k ketdi. Boltda endi akalar tomga olib chiqishimiz kerak. Sho'xtolar tutib olishmasdan tezroq uyg'onishmasdan ishimizni bitirib olaylik. Hop. Bolt olib chiqamiz. Akalar, stopda chiqib qoldik. Shu boltni o'rnatib, ko'prikni tushirsak bo'ldi, suramiz akalar. Ular hozir uxlashyapti. Qayerdan chiqib kelishi noma'lum. Mana to'k yondi, kamera ishlayapti. Ya akalar, eshik ochildi. Loy Granny ko'rdik. Shadiganni manfaatli akalar. Sekin, hushyor bo'lib akalar, endi oxiriga borganda loy qilmasdan sekin tushib ketamiz. Ketdik. Shadiganni olib chiqaydi, bola. Kelavering. Shadiganimni pastda ovoz olib chiqaman. Kelyapsizmi? Kelavering. Akalar, ko'prikni tushirgani nima deydi haligi? Aylanadigan bor edi-yu. Shifoq. Akalar. Ko'prikni tushirgani loy. Aravan baloni deydimi akalar, ular dumaloq sariq narsa bor, shu bilan ko'prik tushiramiz. Hozir taxtdan ol. Tog'adan sho'r bo'lishimiz kerak akalar. Bola o'ldi. 2,5 minutga tinchitdik holani. 1 daqiqa akalar. Do'stlar, tog'adan sho'r bo'lishimiz kerak. Birinchi tog'ani topaylik. Bo'ldi akalar.
Tog'am 2,5 minut uxladi. Ikkalasi ham uxladi akalar. Endi sразу g'ildiragini olib chiqib ketamiz. Tezroq tepaga chiq, loy. Yana turib qolishmasan loylar. Eshik mana ochildi. Opa. Mana. Akalar, yeah baby chiqdik. Tushayapsiz. Ketdik akalar. Oxirgi kunda yor tashladik. 5-kunni edi akalar, oxirgi kun. Baby akalar. Oppa. Shur. Baby akalar. Ketyapmiz. Oppa. Eshik ochildi. Xayr, tog'a, xola. Yaxshi qo'yinglar. Men ketdim akalar. Ketdik bo'lmasa. Chiqib ketdik akalar. Eshikdan qochib ketdik. Mana battar bo'ling xola, battar bo'ling. Mana ikkalasi aqa-baqa qarab meni izlashyapti akalar. Baby. Sog' bo'lasizlar. Do'stlar, mana shu bilan videomiz ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'yin haqida, video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Albatta sizlar bilan Diyorbek YouTube kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.